Assalomu alaykum go'zaljonlarim. Bugun oshxonada men uchun blenderni yig'ish, mayonez tayyorlashdan ham qiyinroq bo'ldi. O'zimcha bitta sos qilaman degandim, ammo dasturxonda ikkita go'zal pitsa paydo bo'ldi. Uy sharoitida mayonez uchun o'simlik yog'i 250 mg. Idishni raso qilmaslik uchun to'g'ri bankaga o'lchab oldim. Tuxum bir dona, ehtiyot bo'lamiz, sarig'i butun qolsin. Tuz bir choy qoshiq pitsa uchun shunisi ma'qul. Lekin klassik mayonez uchun yarim choy qoshiq ham yetadi. Shakar bir choy qoshiq, limon sharbati yoki 9% sirka bir osh qoshiq. Biz provansal kabi sal nordonroq yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun ikkalasini ham qo'shdim. Bu safar asosga uyda tayyorlangan tikmalik qo'shdim. Ta'mi shunaqangi boy va mazali chiqdi. Bugun menda ikki xil pitsa: kolbasali, pomidorli, maslina va marinadli bodring. Ikkinchisi margarita. Ustiga yangi chiqqan yalpiz va rayhon barglarini qo'shdim. Iforga gap yo'q. Ta'mi uchun sirlar. Agar yanada ta'mli sos xohlasangiz, 2 tish sarimsoq, piyoz, murch yoki gorchitsa qo'shing. Yangilik xohlasangiz, rayhon yoki yirik to'g'ralgan kashnich solib ko'ring. Bu mutlaqo boshqacha ta'm. Qiziqmi? Keling izohlarda muhokama qilamiz. Klassik mayonez retseptini esa video tagida qoldirdim. Ma'qul kelgan bo'lsa, bir ko'rib qo'ying-da, salomat bo'ling. Yoqimli ishtaha